Jack X200'larni nasiya savdoga berilsin deganlar bor edi. Mana sizlarga o'sha paytlar yetib keldi. Ya'ni kimlardadir 10 ming puli bor, yo bo'lsa 15 ming puli bor, qandaydir yetmayapti, 1-2 ming yetmayapti deylik, immindan 10-15 ming emas, yetmayotgan holatida yo bo'lmasam tengamini mana shu narxi necha pul bo'lsa tengamini bergan holatda hozir videoda o'tkazmasa ko'rib tursalaring, o'sha ma'lumotlar beramiz. Pulini berasizlar, qolganini halol nasiya savdoga inshaalloh sizlar olsalaring bo'lar ekan. Biz hozir Andijon shahriga, ya'ni Jack Motorsga, ya'ni o'sha China Motors kompaniyasi yetib kelganmiz. Bemalol kelib olishlaring mumkin. Tentsiz variantlari ham bor. Anaqa qanaqa variant deylardi? Prom tovar. Prom tovarlari bor, uzr esimdan chiqib qoldi va mana tentli variantlari bor. Akalar, hozir mana shular sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Bularda 1, 2, 3 xil varianti bo'ladi. Eng qiziqarli joyi 3 o'rindiqli bo'ladi. O'sha B kategoriyaga minaveradi buni. Bemalol B kategoriyaga. Yana asosiy joylardan bittasi buni tonnasi 1.8 da tonnasi. Prom tovarlar 1.8, haligilar 1.90, mana ular 2 tonnali. Avvalambor assalomu alaykum. Ko'rishib qo'yaylik. Mujdan yaxshi charchamasiz, dechimisiz? Xo'p, ana shu nima dedingiz ham bitta aytib qo'ying. Kilosi. O'rta o'ylari 2 tonnali bo'ladi. Ular butgan bo'lgan hisobiga sal kamroq bo'ladi. Kamroq bo'ladi. 2 kilo farq qiladi. O'shancha 1.8 bo'ladi. 1.8 bo'ladi aka. Bu tentligichi. 1.9-chi valot. Shunaqa bo'ladi. Mana qaranglar, eng yana zo'r tarafi bu uzun mashina mana. Bortlari ham uzunroq bo'ladi. Mana bortlari ham uzun bo'ladi, qaranglar. Vashshe jotki mashina, hamma olyapti hozirgi kunda. Yana bitta zo'r ma'lumotni oldindan aytib qo'yaylik, sraz aytib qo'yaylik. Metan ham, propan ham qo'ysa bo'ladi. Sho'radi aka, bemalol. Atmosferni motorda bo'ladi. Xudo xolasa. Eng qiziqarli joyi 3 o'rindiqli B kategoriyada. Pulchilarni qaranglar. Salon qismidan ko'rsangiz. Voh. Konditsionerlar ham ular bor. Ha. Motorlari 2 atmosferni 146 kuchlidir. Mana shu. Mashina. O'shancha oldin ko'tarib yuborar ekan-da. Tog'larda ham nima ham qiynamaydi aka. Mana men bitta oldin ko'tarib yuboraman. Ko'tarib nima qilib olaman, qayli uzunligini qayli. Necha bo'ladi razmeri? Buni bortda uzunligi 310 ga 165. 310 ga 165. Yana bitta zo'r taraf siraz aytib o'tamiz, baloni zapaskasi ikkitadan bo'ladi, mana ko'rinyaptimi? Ikkitadan bo'ladi. Ya'ni bitta balon emas. Shuni ahamiyatga olib qo'yasizlar. Ikkitadan bo'ladi va o'sha strixovkaligi svetchalarigacha qo'yib qo'ygan. Nol qaytaradigan nima deydi? Kommentariyada yozib ketinglar. Attrijatilmidi, nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Xullas, akalar, mana mashina naqadu zo'r, yangi, sveji. Yana bitta zo'r taraflardan baloni qo'sh balon bo'ladi. Ya'ni o'sha yukka zo'r olish uchun mana qaylar akkumulyatorlargacha ham yo'q. Mana ular qaylar gulishtiradi. Voh. Mashina mazata, to'g'risi o'zim obzor qilib maza qilaman. Xo'p, endi buni xarakteristikasi bitta noldan aytib beravering. Xo'p, bular aka, shu akasi motorlar 2 atmosferli, benzin harakatlanadi. Rasxodda aka 8,5 ta yozgan, shahar ichida 10 ta 11 ta yuki bilan rasxod qilyapti. Daniyaga yetsa 8 ta tushib ketadi. Unga o'sha aytganimizga metan propan qo'yishsiz bo'laveradi. Bemalol tushaveradi. Unda garantiyasi chiqadimi, chiqmaydimi? Garantiyasi chiqmagan holatda o'zimiz servislarda qo'yib beriladi aka. Bemalol, xudo xolasa. Hamma xizmatlari bor, xudo xolasa, undan muammo yo'q. Endi o'sha katta yangilik o'sha bunga nasiya savdoga chiqarib beryapti. Asosiylardan. Nasiya savdoga chiqyapti. Endi ana shu ma'lumotni qaytsa, shuni jicha turib so'rayman dedim. Qarang, nasiya savdolar tilni ochdingiz, gapni ketdi. Xo'p, mashina nech pulligini bersak. Xo'p, aka, mashinalarimiz hozir naqd pulga boshqa summa bo'ladi, nasiya savdoga boshqa summa bo'ladi. Nasiya savdoga aytib qo'yishimiz kerak. O'zgaradi, hamma biladi nasiya savdoga bo'lgandan keyin. Hop, hozirgi kunda 2 yilga nasiya savdo qilib beryapmiz. Xohlasalar boshlang'ich 35% yoki 50% to'lov qilib olsalar bo'laveradi. Ya'ni 35% bilan mashinaning narxi 87 million bilan chiqadi. 50% bo'lsa 124 million. Endi o'sha summasi qancha bo'ladi desa, 50% to'lov qilganda 278 million bo'ladi. Ya'ni bir 30 million so'm raysa qiladi. 2 yil uchun endi nima qilish kerak? Iloji ham yo'q-da bu, haqiqati bu hamma joyda ham shu. 50% dan puli kamroq bo'lsa, ya'ni 35% ga yetsa 87 million bilan 290 millionga pichiladi. 87 million to'laydi, qolganini 2 yil davomida o'z pulini bo'lib to'laydi. Bo'lib to'lab oladi. Peni ham bo'lmaydi. Shu ham bu asosiy joyi. Masalan, 3-4 kun qolib ketsa, qolgan nimalarda qo'shib qo'yadi pul. Bunda unaqa bo'ladi, inshaalloh unaqa bo'lmaydi. Boshlang'ida ham sug'urtalari bo'lmaydi. Masalan, bankka borsa, sug'urtasiga 10 million 15 million sug'urta chiqadi. Shuni hisobini ham olib naqslar bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. O'zlari nomiga chiqarib beramiz eng asosiysi o'zingiz nomingizga chiqadi inshaalloh. Ya'ni olasiz, minasiz, o'sha
nima desa bo'ladi, rosa halol taraflama ham xudo xolasa inshaalloh xijolat bo'lmaysizlar. Kelib yana biz berilmagan savollar bo'lsa, boshqacha savollaring bo'lib qolishi mumkin. Bemalol mana shu telefon qilib, imminni mana shu raqamli telefon qilib gazini bosdan oldim aka. Mana shunaqa ko'rdim, mana shu joyga tushmay qoldim desalaring, uyatmanglar. Dangal so'ravringlar, bular javob berishadi inshaalloh. Faqat gazini bosdan oldim deyish esdan chiqmasin. Endi mana bu narxiga kelsak, asosiysi bu necha pul tengsiz varianti. Xo'p, aka, naqd olaman siz 248 million 640 ming beryapsiz. Hozirgi kundagi narxi 248 million. Xo'p, endi bunisi bu prom tovarlarimiz aka 275 million 520 ming. Endi bitta savol, endi ko'pchilik tushunmay qolyaptigan orada, bu bilan buni motorlar boshqa bo'ladimi? Yo'q, hamma yo'g'i bir xil, kabinada hech qanaqa farq qilmaydi. Faqatgina orqada bortida farq qiladi. Bort bilan bagajlarda farq bo'ladi xolos. Qolgan hamma yo'q razmerlari bir xil. Motori ham, ichki salonlari hammasi, ular kallasi bitta. Xo'p, bunisi-chi bunisi? Tentligi. Bu tentovkasi 255 million 360 ming. 255 million 360 ming so'm. Yana qiziqarli joyi mana shuni ko'rsatib qo'yaylik. Mana tentovkasini qaranglar. Xohlaganlaringcha xohlagan joylaringga sursalaring bo'laveradi mana. Bitta odam o'zi sursa bo'laveradi. Bitta odam surib qo'yaveradi. Mana bunday qilsangiz ketyapti, nari tarafiga ham ketyapti, ko'rdingizmi? Ya'ni o'sha sal gabaritroq, qandaydir sal millimetr gabaritroq narsa chiqib qoldimi, shunday surib qo'yib turib, tappat yuklaysiz, olib ketaverasiz. Yo'q, sizga yomg'ir yog'ib qoldi, yo'qsa yukingiz yuklagansiz, yomg'ir yog'ib qoldi, shuni tortib qo'yasiz, shuni ketaverasiz. Bo'ldi. Hech kunida hozir hadavoy bo'layotgan tentovkasi. Tentiv olishadi. Yomg'ir chaqsani o'tmaydi aka. Zo'r. Endi ham o'sha eng yaxshisidan ishlangan. Asosiysi. Hali yozda kuyib ketmaydi, yo salga tilinib ketmaydi. Hali uqalanib ketmaydi. O'tda shunaqa. Xudo xolasa sifatlidan qilib ishlangan. Xudo xolasa mashina bexijolat, o'sha olganlar maza qiladi, muammo bo'lmaydi. Jackda o'sha Jack X200 ni ko'pchilik olib o'sha bildi. Siz ayligida videoda kelganda aytdingiz, nimaga nomerlab qo'ymaysizlar? Sam aka o'zi ulgurmayapmiz ham dedingiz. Xudo xolasa. Va maşallah, qanqaylar olib rost ish qiladigan, mebelchilar olishi mumkin. Yo'qsa mana qandaydir qandoqchilik ishida, usti yopiq, dori sohasidagi akalarimiz, parfumeriyachilar, boshqa bo'lsa kattaroq yuk so'rib o'rtoshiydi hollar, nimalargadir ham kim nima qaysi biznesga olgan bo'ladi. Mana sizlarga imkoniyatlar zo'r bo'lyapti. Mana inshaalloh olinglar, ishlang, bitkizinglar. Asosiysi mana sizga halol nasiya savdoga olsalaring bo'ladi. Oldin ashunga ham odamlar nima qilardi? Ololmasdi, pulim yetmaydi aka deydi. Mana pulini o'sha 35% va 50% deysiz. 50%. 35% va 50% ni berasiz. Maza qilib sizga siz zo'r imkoniyatlar qilib berishadi. Siz olib buni nima desa bo'ladi? Ishingiz bitkizasiz, muhim ishingiz bitadi. O'sha siz mana misol bir tarafdan ham to'g'ri, qarang, bitta zo'r maslahat berib ketay, siz joygacha ko'rayotganlar. Qaranglar. O'sha 200 million to'lab qo'yib turib, to'g'ri 30% keyin to'layman bir narsa deyishingiz mumkin. O'sha 30 million yana qimmat. Lekin o'sha 200 millionni abrotsa o'zi mana bepulga tushib ketadi. Aslida. Qaranglar, mana sizlarga zo'r oddiy matematika, misol 100 million beryapsiz, 100 millionni abrot qilsangiz, mana shu bitta mashina hisobda sizga o'sha tug'ilgan ish nimasi, qo'shilgan foiz, ya'ni matematika to'g'risida foiz deyilyapti. Harom yo ali nima to'g'risida emas, biz unga aralashamiz. Qaranglar, shuning uchun bemalol olishlaring mumkin bo'ladi. Sizga ham zo'r imkoniyat bo'ladi. Bizda yangi bo'lsalar, patsiyasini bosib qo'yinglar, ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasiz. Va yana bitta mashinamiz qolib ketyapti. Mana shular aytib qo'yaylik shu orada. Bu qanaqa mashina edi? Bu Fab samasvali. Hozirgi kunda bu ham aka sifat bo'yicha, sotuv bo'yicha ancha oldinga chiqib ketgan. Necha pul qanaqa bo'lyapti hozir? Bular aka hozir 499 million aka. Telefon qilishsa, qolgan xarakterni tushuntirib berasizlar. Endi like bosinglar deb qo'ydi. Endi telefon qilaverasizlar. Buni ham to'liqroq tushuntirib berishadi inshaalloh. Bemalol gazini bosdan oldim deyish esdan chiqmasin.